Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bu ko'rib turgan bioreaktorimizni teng yarmini kesib, mana bu joyimizga chiqarganmiz. Chiqargandan keyin mana freza yordamida bir qator yaxshilab og'darib, bir 5-6 marta ustidan yurgandan keyin mana bunday ezilish holatiga keladi. Mana buni ko'rib turibsiz, ezilish holatida, mana bular esa kesak holatida. Keyin ustidan klenkani yopamiz. Klenka yopgandan keyin bir xil joyi quruq holatda bo'lishi mumkin, bir xil joyi nam holatda bo'lishi mumkin. O'shalar mana shu salafan yopilgani hisobiga, kunning issiqligining hisobiga, hozir kuz mavsumi, havo harorati 27 dan 33 darajagacha bo'lib turibdi. O'shanda salafanimizda bir qator sparena berib, ya'ni terlab, namligi tegmagan joyiga ham namlik tegib, bir xil holatdagi begimiz bo'ladi. Shundayga mana salafan yopilganini ko'rib turibsiz, qop-qora begimiz. Mana bu ikkinchisi esa mana sal jigarrangroq. Mana buni ham bu frezamiz yordamida bir qator yaxshilab og'darilgandan keyin ko'rinyaptimi? Kesak holatida. Bular 1 yillik begimiz. Oxirgi 1,5 oyda suv berilmagandan keyin keyingi holatini mana ko'rib turibsiz. Shunday bo'lsa ham juda yaxshi holatda. Buni ham bir qator frezamiz yordamida yaxshilab og'daramizda, ustiga mana bu qora salafanimizni yopib qo'ygandan keyin narkisida qop-qora begimizga aylanadi. Ustini boya ochdik, mana namliklari ustiga chiqib turibdi. Shunday. Shogirdlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Begimizni joyidan chiqargandan keyin, ya'ni boshqa joyga chiqargandan keyin ustiga salafan yopib qo'ysa, namliklari ham barcha joyiga borib, sparena bo'lishining hisobiga titilib, elash holatiga keladi. Xudo xolasa, endi bu begimizlarimizni mana bu elaklarimiz yordamida bir qator elaymiz. Mana bu 0,3lik, mana bu tarafi esa 0,6lik setka elaymiz. Traktorchamiz bilan ezilganning hisobiga begimizlarimiz ham juda mayin holatda bo'lib tushadi. Avvalgi videolarimizni kuzatgan bo'lsangiz, begimizlarimiz elash jarayonini ham bir qator ko'rsatib o'tganmiz siz aka-ukalarimizga. Bizni ish jarayonlarimiz shu holatda davom etmoqda. Buni endi salafanni ochganim sababi, endi buni yana bir marta traktorchamizdan bir marta ezamizda, keyin elakni qo'yib elash ishlarini amalga oshiramiz. Begimizlarimiz holatini ko'rdingiz. Qop-qora, juda yaxshi holatda. Mana yoniga traktorcha tushirganlarni ustiga tashaganmiz. Hozir bir qator ezsak, hammasi juda mayin holatdagi begimiz bo'ladi. Hozirgi kunda begimizlarimizdan dehqon aka-ukalarimiz karam, pomidor, urug'lardan ko'chatlar yetishtirish uchun foydalanishmoqda. Shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda.